Assalomu alaykum. YouTube sahifamga xush kelibsizlar. Bugun Xudo xolisa sizlarga qanday qilib boshlang'ich 3 sekundini o'zgartirib, oldingi videodan ko'ra 200 barobar ko'proq prosmotr bo'lgan videoda tahlil qilib chiqamiz. Xudo xolisa tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Mana bu yoqda hozir sizlarga tayyor qilib qo'ygan ketma-ketlikda to'g'ri ma'noda tushuntiriladigan roadmap tuzilgan. Xudo xolisa shu ketma-ketlikda tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib bu yoqda men yozib qo'yganman. Boshlang'ich 3 sekundini o'zgartirib 4 million ko'rishlar soniga erishdim. Hozir bu yoqda 3.7 million turibdi, lekin hozir ko'rib kirsanglar, Zokir Isayev shu profilga ko'rib kirsanglar, hozir 4 milliondan ham oshib ketgan. Xo'sh, hook qismini o'zgartirish orqali oldingi videodan ko'ra 200 barobar ko'proq ko'rishlar soni to'pladik. Bu yoqda ikkovsi ham bitta video. Faqat hook qismi boshqa xolos. Qolgan hammasi bir xil. Oxiri ham, o'rtasi ham, ma'nolari ham, kadrlar o'zgarishi ham bir xil. Lekin faqatgina hook qismi odamni qiziqtiradigan 3 sekundlik qismi juda ham boshqacha. Xo'sh, bu yoqda nima bo'lgan? Birinchi hook qismida, ya'ni millionga chiqqan hook qismida nima bo'lgan? Uy sharoitida sariq tishlarni 10 minut ichida oppoq qilishni o'rgataman degan video bo'lgan. Bu yoqda millionga urish sababi ham shu bo'lgan. Ikkita video ham bir xil. Bu yoqda ko'rib turganinglardek, faqatgina hook qismi boshqa xolos. Millionda urgan prosmotrli videoda hook qismi hammaga tushunarli bo'lgan, cho'tki bo'lgan, lo'nda bo'lgan. Ikkinchisi, mana bu yoqda 28 ming prosmotr bo'lgani, bu sal murakkabroq bo'lgan. Hozir nimaga bunaqa bo'lganini sizlar bilan tushuntirib beraman. Mana millionga chiqqan prosmotr videomiz, bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Hook qismisi nima bo'lgan? Uy sharoitida sariq tishlarda 10 minutda ovqatlanishni o'rgataman deyilgan. Bu yoqda ko'rib turgan kuzatuvchi shuni biladiki, uy sharoitida demak ovqatlansa bo'lar ekan, demak meni ham tishlarim bemalol ovqatlansa bo'ladi. Va uy sharoitida deyotgan narsa, uyimda bor ekan bu narsa degan ma'noda tushunadi. Va videoda oxirigacha ko'rishga undaydi. Endi bu yoqda 28 ming prosmotr bo'lgan videomizda nima bo'lgan? Ko'p stomatologlar bilmaydigan o'zimni sirli retseptim bilan bo'lishaman deyilgan. Bu yerda ham hook qismi yaxshi, lekin ko'p stomatologlar bilmaydigan degan so'zni o'zi stomatologiyaga qiziqmaydigan insonlarni keyingi videoga o'tkazib yuborishga undaydi. Ya'ni misol uchun shunday chiqimda ko'p stomatologlar bilmaydigan sirli retsept desam, o'zi o'tkazib yuboraman. Sababi men stomatolog emasman, menga kerak emas degan ma'no bo'ladi. O'shuning uchun bu yoqda kam prosmotr bo'lgan. Tepada 4 million prosmotr bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim, kontentinglar zo'r bo'lsa, kontentinglar cho'tki bo'ladigan bo'lsa, va yoraman million uradi deydigan bo'lsalar, lekin hook qisminglar zerikarli bo'ladigan bo'lsa, hammasi bir teng bo'ladi. Shuning uchun boshlang'ich 3 qismini hammaga tushunarli qiladigan qilib, hamma ommabop qilib qilishinglar maslahat beraman va o'rtada o'sha professionalli ekspertning o'zinglar tushuntirasizlar, любой ma'lumotni. Faqat boshlang'ich qismini ushlab olishinglar kerak ommani. Va shu bilan natija bo'ladi, boshqa yo'li yo'q. Bu yoqda xato va to'g'ri qilingan hookni ko'ramiz. Ko'rib chiqdik buni. Endi bu yoqda natijalarni solishtiramiz. Ko'rib turganinglardek, bu yoqda 59 mingta like, mana yaqinlashtiryapman. 59 mingta like, 841 ta kommentariy, 116 mingta share bo'lgan. 37 mingta odam yuklab olgan videoda. Ya'ni qiziqarli bo'lgan. Bu yoqda 3.7 million prosmotr. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu videoni chiqarishimizdan oldin bizni taxminan 2000 ga yaqin podpisчигimiz bor edi xolos. O'shuning uchun ham bu yoqda 0.1% seni obunaching, qolgan 99.9% boshqa obunachilar, ya'ni seni obunachilaring emas, ko'rishlar soni. Va shu orqali bizga kirib kelgan podpisчиklar ancha ko'p bo'lgan. Shu video orqali 10 mingta podpisчикdan o'tib ketganmiz. Natijalar solishtirganimizda ko'rib turganinglarda, bu yoqda 59 mingta like, bu yoqda esa 215 ta like xolos. Bu yoqda aytganimdek, natijalar past bo'lishiga sabab hook qismi xolos, qolgan hamma video bir xil. Bu yoqda mana pastdagi prosmotr kam bo'lgan videoda o'zingizlar ham qiziqib ko'rishinglar mumkin. Masalan uchun doktor Zokir Isayev Instagramdan silsilalar chiqadi, videolarni o'chirib olmaganmiz, ikkosi ham turibdi. Pastda bu turibdi, mana obloshkasi bunday bo'lgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Tepadagi ham xuddi shunday holat turibdi. Ko'rib, nimaga bunaqa bo'lganini jonli tarzda ko'ra olsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga bu videoni qo'yib beradigan bo'lsam, video ancha cho'zilib ketib qoladi. Mana hozir ko'rib chiqamiz. Bitta muhim narsa bor, sizlarga aytishim kerak bo'lgan. O'zi aslida ijtimoiy tarmoqda, ya'ni Instagramda o'rtacha ko'rishlar soni bo'lishi kerak, o'zi 10 sekund yoki 7 sekund atrofida bo'lishi kerak va shunda prosmotr sizni podpisчигingizga qaraganda yaxshiroq bo'ladi. Bu yoqda 18 sekund bo'lgan o'rtacha ko'rishlar vaqti. Bu degani вообще cho'tki degani. Shuning uchun ham millionga chiqqan prosmotr. Pastdagini ko'radigan bo'lsak, bu yoqqa target yoqilgan, ozgina prosmotr bo'lgan. O'shunda menda shubha bo'lgan, nimaga bu cho'tki video uchmadi? Target bilan ko'tarib olishimiz mumkin edi, lekin target yoqqanimiz foydasi bo'lmagan. O'shunda o'chirib qo'yganmiz. Hamma ayb shu hook qismida ekan. Videoingiz zo'r bo'lsa ham, hook qismingiz yo'q bo'lsa, target orqali ham cho'tki yurgizib olmaysiz.
Va shuning uchun bu yerda o'rtacha ko'rishlar vaqtini yozmagan. Bu videomizni, millionga chiqqan videomizni bitta yaxshi, bitta yomon tarafi bor. Bu nima deysizlar? Birinchisi, 18 soniya ko'rib, o'zidan xulosa chiqarib kommentariy yozadi, kommentariyasi ko'p bo'ladi. Bu siz plyusingizga ishlaydi. Ya'ni axlat ko'payib ketaveradi. Yomon tarafi, oxirgacha ko'rmasdan har xil kommentariy yozib tashlaydi, negativ yozib tashlaydi. Va men buni qilib ko'rganman deydi, qilib ko'rmagan bo'lsa ham har xil kommentariy yozib juda yomon so'zlar bilan yozib yuborishadi. O'shinisi minus tarafi. Lekin axlat ancha uchadi. Farqlarni ko'rib chiqdik. Xo'sh, nima olamiz bu videodan deyotgan bo'lsanglar, hook qismini qanday qilsam ko'rishlar soni zo'r bo'ladi. Ikkita asosiy qoida bor bu yerda. Birinchisi, hammaga tushunarli bo'lsin. Sizlar berayotgan ma'lumotlar aytganimdek ommabop bo'lsin. Oddiy inson ham tushunsin, ekspert ham tushunsin, oddiy umuman sohaga oid emas inson ham tushunadigan bo'lsin. Shunda aytganimdek videoda bosh qismida ushlab qolsanglar, o'rtadagi go'shtli ma'lumotni ekspertning bersanglar bo'ladi. Ya'ni men prosta oddiy qilsam, meni obunachilarim kelmaydi-yu, ya'ni meni auditoriyam kelmaydi-yu deyishinglar mumkin. O'shuning uchun o'rtadagi ekspertning ma'lumotni o'zingizlar tilingizda, ya'ni ekspertning gapiraverasizlar, lekin ko'rishlar soni ko'proq bo'lishi uchun qismini to'lab olishimiz kerak. Va shunda ham videoda ko'r bo'lib, sizning auditoriyangiz o'ziga podpisatsiya bo'ladi, lekin sizga qiziqmagan inson, stomatologiyaga qiziqmagan inson, sizning mijozingiz bo'lmagan inson baribir sizga podpisatsiya bo'lmaydi. Men kommentariya yozib, videoda ko'rgani bilan. Shuning uchun birinchi qoida hammaga tushunarli bo'lsin. Mana bu yerda yozib qo'yganman, hammaga tushunarli bo'lsin. Agar siz videongiz masshtabni ko'rishlar soni xohlayotgan bo'lsangiz, ya'ni men 4 million ko'rishlar soni urgan videomizga hamma tushunadigan gapda yozganman. Uy sharoitida 10 daqiqada sariq tishlarni qanday qilib oqartirish mumkin? Bu yerda hammaga tushunarli joyi bor. Bunda odamni o'ziga jalb qiladigan narsa uy sharoitida. Ya'ni uy sharoitida, demak men ham qila olaman ekan degan maqsadda oxirigacha ko'radi. Ikkinchi asosiy narsamiz qiymat va natija. Bu yerda 4 million ko'rishlar soni bo'lgan. Bu yerda qiymat nima? Natijani ko'rsatib bering. Bu hook qismidagi ikki tish rasmi videoni oxirigacha ko'rishlar soni uchun 60% rol o'ynagan. Ya'ni aytganimdek mana bu yerda qo'yib qo'yganman. Biz boshlang'ich qismida nima qilganmiz? 10 daqiqada uy sharoitida sariq tishlarni, mana bu yerda sariq tishlar turibdi. Bunday qilib oqartirib qo'yish mumkin. Ya'ni bu yerda inson ko'radi-da, voy shunday oppoq qilib qo'ysa bo'lar ekan. Ya'ni natijani ko'ryapti bu yerda, qiymatni ko'ryapti. Ya'ni bu videoda oxirigacha ko'rsa, tishini nima qila olishligini, oqartira olishligini tushunib, oxirigacha ko'ryapti. Bu yerda qiymat bilan natijani birlashtirib chiqarib qo'yganmiz. Shuning uchun ham video soni ancha baland bo'lgan. Bunda 28 ming prosmotr to'plagan videomizda qiymatni oxirida berishga uringanmiz. Sababi, ya'ni qiziqib tursa insonlar oxirida qanaqa natija bo'lishini ko'rsin degan ma'noda oxirida qilganmiz. Lekin bu oldin ishlardi. Marketingda ham shunisi yomon. Misol uchun har safar analitika, algoritm o'zgaraveradi. Ya'ni kecha ishlayotgan narsangiz bugun ishlamay qolishi aniq. Shuning uchun ham bu yerda o'ylab o'tirganman, chunki eng zo'r prosmotr to'playdigan video shu bo'lgan. Ya'ni o'ylaganman, buni qanday qilsam prosmotr zo'r bo'ladi. Nimaga odamlar ko'rmadi, o'tirib analitika qilamiz. U ekspertni, misol uchun shaxsiy brend ekspertidan foydalanishingiz ham shunisi plus. Chunki o'zingiz video qilib qo'yadigan bo'lsangiz, 3ta uchmadi. Shu. Lekin biz bu yerda uchish kerak bo'lgan video uchmasa, nimaga uchmadi deb qidiramiz va izlanamiz va boshqacha gipotezada chiqaramiz. Shunisi plus sizlarga. Xo'sh, bu yerda nima qildik? Aytganimdek natijani oldida chiqarib berdik, boshida chiqarib berdik. Va shu orqali insonlarga qiymat va natijani bitta joyda ko'rsatib berish orqali millionlab prosmotr oldik. Xo'sh, 28 ming prosmotr. Bu yerda yozib qo'yganman, hammaga tushunarli bo'lsin. Aynan bir sohaga bo'lib qolmasin. Bu yerda aytganimdek yana hatto ko'p stomatologlar bilmaydigan so'zi o'zi bu yerda videoda o'tkazib olishlikka sabab bo'lgan. Shuning uchun shu ikkita qoida bilan hook qisminglarni to'lasanglar bo'ladi. Sizlarda ham o'zingizlarda profilinglarda qanaqadir video bordir, va million uradi, chotki javob beraman deysizda, lekin 10 ming prosmotrdan oshmaydi yoki 1000 prosmotrdan oshmaydi. Shularni hook qismini to'lashinglarni tavsiya beraman. Xo'sh, endi bu yerda 4 oy ichida men ikkita stomatolog bilan ishladim. Bu stomatologimiz ikkinchi stomatolog ekspertimiz. Bundan oldin Gulnora Shodmonova bilan ishlaganmiz va hozir ham ishlab kelyapmiz ikki ekspert bilan ham. Bu yerda natijalar zo'r. Gulnora opada 2 oy ichida 20 mingdan oshiq obunachi to'plaganmiz. Hozir 30 mingga yaqinlashib qoldi. Zokir aka 2 oy ichida 12 mingta obunachi to'pladik. Ko'rib turganinglardek natijalar yaxshi, zo'r, chotki. Stomatologiya sohasida hozir bu roadmapim 1 oy oldin tayyorlangan.
Уже 5 oy bo'ldi, yana ham izlanyapmiz, yana ham chuqur kiryapmiz. Shu sohaga stomatologni tushunadigan darajaga kelib yaxshi bilyapmiz. Va shuning uchun ham kontentlarimiz zo'r uchyapti. Xo'sh, eng muhim joyi, eng go'shtli joyi sizlarga ko'rsatgan natijalarim faqat stomatologiya sohasida qilgan natijalarim. Men shaxsiy brend va marketing bo'yicha 4 yildan beri ishlab kelaman va ko'plab sohada ishlaganman. Santexnika sohasida, qurilish sohasida, zaps sohasida, ya'ni kurslar sotganmiz. Undan tashqari mehmonxona sohasida ishlaganmiz. Ya'ni ko'plab turizm sohasida ishlaganmiz. Stomatologiya sohasida ishlaganmiz. Mana hozir ko'rsatayotganimdek, keyin bitta teplizalatsiya bo'yicha sohada ishladik. Unda ham yaxshiroq natijalar qildik. Muddat uzoq bo'lmadi, lekin yaxshi natijalar ko'rsatdi. Hozirda agentstvom uchun yana ham zo'r ekspertlar ommaga tanitish uchun izlayapmiz. U ekspertlarda shaxsiy brend orqali o'zini maqsadi bo'ladi baribir. Misol uchun, buncha obunachi to'playman yoki shu orqali daromad topaman keyinchalik, uzoq strategiya yillab qilaman, qanaqadir ma'noda maqsadlari bo'ladi. Va shu maqsadlarga erishish uchun shaxsiy brend tezroq olib boradigan instrument bo'ladi. Men o'zim agentstvom uchun yana 3 ta ekspert olaman hozir, chunki 2 ta ekspertimiz bor va yana 3 ta ekspert bilan shu yozgacha umuman mijoz olmaymiz. Agar siz ham o'zingiz sohangizda ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz sohangizda kuchli tadbirkor bo'lasizmi, mutaxassis bo'lasizmi, o'z sohangizda kuchli bo'ladigan bo'lsangiz, men sizga taklif beraman shaxsiy brend xizmatimizni. Agar sizga bunaqa xizmatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni o'rtacha chekimiz $1,500 dan boshlanadi. Bu yerda syomka jarayonlari, kontent tuzishlar, o'tirib polni hamma narsa full marketing bizdan bo'ladi. Agar sizga ham bunaqa xizmatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu yerda YouTube pastida biz forum qoldirib qo'yamiz. O'sha formani to'ldirsangiz, o'zim o'qib chiqib, xudo xolisa tanlab olaman. Faqatgina 3 ta ekspert tanlab olaman. Men bu yerda asosiy qaraydigan narsa ekspertni tajribasiga, sababi shaxsiy brend rivojlantirish juda uzoq strategiya bo'ladi va bu yerda 2 oydan keyin voy natija bo'lmayapti deb to'xtatib qo'yadigan narsa emas. Bu yillar davom etishi kerak bo'lgan narsa va shuning uchun moliyaviy tarafdan ham ancha yaxshi bo'lishi kerak va ekspert tanlayotganda asosan tajribasi ko'p bo'lgan ekspertlarga o'zim xudo xolisa qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqaman. Sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, video foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sahifamda bundan boshqa shaxsiy brendga oid videolar ham bor. Bemalol ko'rishlar mumkin. Agar siz tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, o'zi tadbirkor qanday shaxsiy brendini to'g'ri rivojlantirish kerak degan video bor. Bundan oldingi videoda ko'rishinglar mumkin. Sizlarga ham bu bemalol bepul. Rahmat katta, obuna bo'lishni unutmang.